Ona. Kim u ona? Dunyoda jannatni ochilgan eshiklaridan bir eshik ona. Maryamni pokligi va Ayyubni sabridir ona. Allohning yer yuzidagi rahmati ona. Bizni yomonliklardan to'suvchi to'siqdir ona. Biz har kuni ko'radigan Allohning mo'jizasidir ona. Uyimizning eng go'zal ziynati va bezagidir ona. Yer yuzida o'xshashi yo'q yagona javhardir ona. Hayotimizda hech qachon takrorlanmaydigan umrning go'zal bir qissasidir ona. Uni yaxshi ko'rishlikka butun insoniyat ittifoq qilgan yagona shaxsdir ona. Bir kulgusi bilan butun olamni yoritadigan nur ona. Rahmonning roziligiga olib boradigan yo'ldir ona. Sabr maktabidir ona. Muhabbatga berilgan eng go'zal va sof ta'rifdir ona. Kasal bo'lsang shifoxonadir ona. Och qolsang oshxonadir ona. Nima qilsak ham haqqini hech qachon ado qila olmaydiganimizdir ona. Olamlarning Robbi o'z haqqidan keyingi o'ringa qo'ygan haqdir ona. Allah subhanahu va taolo aytadi: "Estaizu billah wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil walidayni ihsana." Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar va ota-onaga yaxshilik qilinglar. Bu Allohning buyrug'i. Alloh subhanahu va taolo ota-onalarimizdan rozi bo'lsin. Alloh ularni kechirsin. Hayot bo'lganlarini Alloh muvaffaq qilsin. O'zi adashtirmasin. Bizlarni ularga eng yaxshi farzandlardan qilsin. O'tib ketganlarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylarini jannatdan qilsin.